İmtihan meydanining o'zini shepangni, o'zini imtihon berishning qoidasi bo'yicha men tartib so'zlab beraman. Ama üçüncü öğreniş qiynayotgan bolalar diqqat qilsanglar, imtihon meydanining o'zini shepangni, o'zini imtihon berishning qoidasi bo'yicha men tartib so'zlab beraman. Sizlar shu imtihon berish oldidagi bolalar foydalanib qolsanglar, hamma imtihon maydonlarini asosan ma'lumotga mashlat o'xshash tartib bilan almashib chiqib bir-biriga. Angizam imtihon maydonining talbiga asosan mashg'ulotdan bergan bolalar mashdan foydalanib qolganlar yoki yaqindagi bolalar kelsanlar bo'ldi. Hozir Qashqadaryo Ruybo imtihon maydonining 3-turning 2-yo'l. O'sha yangi yasagan şu yo'lning kim ikkinchi yo'lning to'liq sheponliq ko'rinishini shu qiynalgan bolalarning foydalanib qilish uchun sunma. O'sha foydalanib qolganlar. Mush filmda o'zingning ojizligini, o'zingning yetarsizligini tep chiqqandan keyin sizlar foydalanib qolsang bo'ldi. Davomliqmiş başlar tahtı. Önce qilmoqlik qilganlar buni yo'llab qo'ygach ko'rsanglar, boshqa qiynalgan bolalarni foydalanib qilishga yordam qilsanglar. Davomliq amsa diqqatim menda olsun. O'sha hozir boshlayapmiz shu imtihonninki ikkinchi qatimliq fursat bolalar. Bir xil imtihon berib chiramashlar layoqat bo'lgandan keyingi yo'l tepsa qilib qaytib boshlab bir usulda nurg'un bol ezib ekansizlar. Men shuning tartibini tushuntirib qo'yaman, shuni foydalanib qolinglar. İkinci qatim kelgan chog'imizda mashina chiqdi, o'xshash tariximiz bitgandan keyin tariximiz bitdi deymiz. Bitdi degandan keyin mag'lub chiqadi. İkinci numaralik yo'lga kiring. Hozir imtihon boshlansa bo'ldi. Başlangıçta tayyorlik ko'rish. Mush gapdan chiqdi, butun shu buyruqning hammasi tuyda, bola mush gaplarni qilib. Mush gap orqa tutgandan keyin hamda yana sizlarga bosh mashq qilgan deb o'ylabsan, mana işte böyle qilishimiz tasmin taqib olamiz, ha. Tasmin taqib olmasak, unutib qolsak biroq uni bizim o'rtada. İkinci qilishimiz mana ishning sinzorini cho'qim bosamiz. Tekshirish muvaffaqiyatli bo'ldi. Tekshirish muvaffaqiyatli bo'ldi. Tekshirish muvaffaqiyatli bo'ldi. Sizlerin besbağın gün özümüzü bir toxtub tinivlab, lihaja dastlab qilib, tormozga dastlab qilib, çamaşırınız qilgandan keyin, anca mashina tok o'tkazib, anca eynek qaylaymiz, o'ngsul eyneklar navbati kerak. To'g'ri bo'lmay qolib qolsa, sizlar qishinib qolsizlar, hozir solni eynek kasal ya qarab qolibdi. Buni azroq o'ng şeyimiz shu o'zimizga maskayda qilaman. Tanışıp bo'lgandan keyin eynekdan tashlashni mashlatini yo'llab qo'yib foydalanib qolinglar. Shunda men eynekni tafsil tushunib o'tarsam, men yo'lning vaqti uzrabsizda. Shundan foydalanib qolishni eynekdan tanishib oldik. Tanishib olgandan keyin mashina lehajaga cho'qim chan desab o'taldirmiz. Chan desimganda mashinangiz o'tolmaydi. Kerak chan desin o'tolmay qolsa, ochiqni bir yondirib o'tib, keyin yana chiqirib o'tib, qayta olsak cho'qim o'taladi. O'tib olgan keyin futbolni qo'yib o'tamiz. Qo'yayotgandan keyin ankiza bunizda qilashimiz yana vaqt labachilar tushib Allah. Laba çalğandan keyin rolni bunda yerim qarib olamiz. Yerim qarib olsak, chiroqni sizlar qo'ytimisan o'zidan yinib keldi. Yinib kelmay qolib qolsa, 18 yilda chiroq o'chmay qolsa, 10 virtualda shuning uchun hamda maylarning qaysi moslashib, rolni yerim qarib olsizlar. Qarib olgandan keyin ankiza sol tarafdan yo'lni bexatarlikka qaydaysizlar. Bexatar bo'lgandan keyin ankiza xotqilab lehaja avval naftim qaynana intilishati ekvivalentlar bilan qo'ltirib qo'ymay turib intilishati titratish ekvivalentlar miyada qo'zg'ancha o'zar keyin tishmali va shuncha lehaja intilga asosda namankiza keltirsanglar keyin yenib ketmaydi, o'tishib qolmaydi. Miyadin boshlang'imizda cho'qim bolalar shu sol tarafdagi birinchi moto yo'li deymiz, moto yo'lda ma'noza bolalar. Ya'ni otlab matftasini besib oyoqqa o'tib ketsanglar, biroq o'zini o'tadi. Chiroqni yoqdik, 1 2 3 4 sekund o'tganda qo'ydik, lehaja asta-asta bilib qo'yib turib, chiqqan petlamış biqinimizdagi birinchi yo'llamchimiz, ha. O'sha yo'lga chirib, o'sha o'zi bilan ma'noz, ma'noz chog'imizda azroq mayda saplam ishga o'tqib beramiz. Ishga o'tqib inayotgandan keyin Oldi taraf yo'l egizda o'dim yuring. Buyruq tushida. O'tli yurish bor, unda o'tli yurishga shu piyoda 5 minut qolgan o'ng so'l kuzatib yengil tormoz, tormoz cho'qim bizimlarlik bekda qilib qo'yishimiz kerak. Tormoz dastlab bo'lgandan keyin hamda 20 minut tepaga chiqarib bilan o'tni pishin xutga o'tkazamiz. Shu har bir maydasiganda sizlar bu surat qaylab qo'ysizlar, suratni ish bitish yoki oshmaslikqa ko'rgandan keyin aniq xuddi qo'llasizlar. Bo'lmasa shu xud moslashmay qarshi yuzlarda qaylmay turib, xuddi tatib olsanglar. Pishin xuddan ma'lum keyin oldimizni turlab qolsa o'ng burlash. Shu oldimizni turib bo'ldi bilalaygan bolalar chiroqni ko'rib chiqib boldi urib
20ga tushirib 2 ot elevataveranglar. Bu yoqdan bir elvatsan bo'ldi. Oldi taraf yo'l eg'izida o'ngga buriling. Navbatga yo'l yodlab bilaman bolalar qolsa bu yoq tushgandan keyin qilasanlar bo'ldi, lekin bu yoq tushgandan keyin oldirib qolsizlar. Bu ehtiyojning asosan qilinglar. Endi oldimizda qolsa shu o'ng burilishni to'rimizda shu ko'k taxt va oldimizda ma taxt ko'rinadi, shuni ko'rasiz hozir. Shu o'tlik kelganda o'ng so'l kuzatib yengil bir to'rimizlab, o'ng taraf motorni qalaymiz. Navbatga motor kelib qolsa o'sha turvasak bo'lardi, o'ng tarafga motor chuqur yo'l berishimiz kerak. Mayl chigancha adam 2 kun yo'l bilan birda chirib mat chisaklab o'ng so'l ikki tutasida qo'yganlik uchun oldirmay chaslar. Chirib qo'ygandan keyin ankiza mashina tuzab qo'ygandan keyin 20 tubiga chiqarib olib qo'yib to'pa. Tubiga chiqqani ko'rgandan keyin mayni qo'yib o'tib, hojat chang desa, xuddi erkin holatda ta'sizlar. Unda faqat xato tushmaydi ama xatolar. Normal bolam shu xotdimi egiz boshlab kislar shu ishni tartib deb. Endi oldimizda chiqqan turlab qolsa, bolam shu maktab rayoni. Bu maktab rayoni kelishdan burun shu taxta kelishdan burun cho'qim 25 kontraktimiz 30 ga qolsa qimmatlar. Ham shu qursa 30 millionga 25 ta kiramiz. Biz 10 soat kuzda qog'oz tormoz aylansak moy festivalimiz shu tormoz desgancha surib eshib ketmas kerak. Tasadduq intamida menda avval yurib qolsa, bolam ishasilik to'xtayslashma bola. To'xtab, qo'ltirimiz tortib, o'tdan chiqarib o'tib, mashina ketganiga anqa qo'zg'alsak bo'ldi. Navbat kerak men mashina bakida uzuk bakida men chiqarsanglar, bizning ta'tilda ma'lum taqminiyat bo'lganlik uchun. Müşteri şarata tutturmayarak aytayım demqimiz yo'lni o'ttirib to'xtatib qo'yib mashina yo'naltirgan her qism shoferlarimiz var valla diqqat qilmasa müştericha nurg'un balla oldida bir qatam mashina turarlik shu uzsiq bo'lgan ekan yo'l o'zgarib qolgan balla bizning balla lekin men yerda yo'l o'zgarishga faqat umayman tasdiq bo'lsa men uzsiq bo'lsa taqliniyat bo'lgan uchun yo'l o'zgarsak ta'tir manga bo'lib qolamiz. Chunki men yerda unday ish qilmaymiz. Qo'zg'algancha adam yerda so'nchiqlarda urmasak bo'ldi. Urvastak bizning yo'q degandak. Menimle hajaga azroq moslashib asta qo'zg'ab chiqib olamiz. Qo'zg'ab chiqib olgandan keyin mallami shu. Men azroq maydasib 15 ga chiqarib 2 xotka eltamiz. 2 xotka eltgandan keyin men azroq maydasib 20 tubiga chiqarib 2 xotka eltamiz. 2 xotka eltgandan keyin Emdiki shu nuqtalab qolsa oldimizda buyruq tushmaydigan shu xot mashg'uloti. Xot mashg'uloti jeng kontrol kelganda siq egilib qo'yganda boshlasanglar, rolanglar qiyib ketmaslik foydasi bor. Rol tuz qilib hozir maydasida 30 nokta kerak chiqiriblam. Xotni 4-xotga elbetdi. 4 nokta eltgandan keyin anda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sanagandan keyin yana tormizlab 30 ga tushirib Mexaca çang desep, fişin hotları etimiz, meşe hotsanda to'qim mexa çang desesler valla. Endi oldimizda turlab qolsa so'l burilish. Oldi taraf yo'l eg'izida so'lga buriling. So'ldan burilishini yoqdik. Yengil formulab 20ga tushirdik. Mexa çang desep chiqib elbatdi. Putimni erkin diqqat qilaman shu mexa chal desaydigan balla putimni qo'lmaslashmayotgan balla. Manda bek qo'yilib qolalasizlar. Oldimizda qolsa shu piyoda yo'li 5 metr qolganda o'ng so'l kuzatib yengil qog'oz turmiz. Tormoz hisoblanmış piyoda yo'li oldi kapat o'chganda unda qarorimiz bek cho'ng aylash qolmaydi u yerda. Men chigan chog'imizda shu o'ng tarafga chetga o'chiramiz. O'ng tarafga chetga o'tishdik. Mashina olti tuzilib qo'ygandan keyin o'zim to'xtatib azroq maydasab, men 20 minutga chiqaram 3 kilometr oldimiz yo'l o'zgartish va shon shiran baldiroq urasak bo'lardi. Oldi tarafda yo'l o'zgardi. So'l qaylaymiz, bexatarlik 5 sekund ko'ztimiz. Bexatar bo'lgandan keyin chiqamiz. Tasoddifi solda bir narsa qamlab qolsa to'xtasak bo'lardi. Endi oldimizda qolsa, shu mashina keyin qaytarishda qaytargan yerdan sal burroq qilam. So'ldan chirg'in urib, 20 ga tushirib, 2 xo'ta elib Muvofiq o'rinni tanlab mashinani qaytaring. Asta kelganda maya qaytarishda qabul tura olasizlar. Meni qaytarish so'lida diqqat qilinglar. Shu oqsiqtiga shu ucharak siqqanda bichaqni azroq o'ntirib uzaksiqni to'g'ri chiqarib olamiz vallah. Mindirilib qarisiq qamish dolimiz kelmiş qarisiq tubidan qaytarishimiz kerak. O'ttirib to'g'rilab qaytarishlar, qaytargandan o'ntirib chetga o'chiramiz. Qaytarib qo'ygandan keyin yana 20 tubiga chiqarib pichini xotga eltamiz. Pichini xotga qo'ygandan keyin oldimizga yondash va so'ldan chiqqan baldiroq qo'yib qo'ysak, keyinimizga mashina diqqat qilgan keyin oldingi mashinani yondab o'tish. So'l qandoq 1 2 3 4 5 bexatar yo'lda chiqdik.
Şu jarayonda surat 25'te bo'lsin, bek ziyod tushib ketmasin. Endi mashina tuz bo'ldi demanda maymoqlab qolsa tuz qilib o'yga o'sani bo'ldi chirog'ini. Onun chirog'ini qilib 5 sanaymiz. 1 2 3 4 5. Bexatar ekan chiqdik. Oldimizda qolsa yana hamda o'ng burilish keldik. O'ng burilishga shu sabr qilamiz qolsanlar. Buron bo'lmasa buruq. Oldiy taraf yo'l eg'izda o'ngga burilib. Yangi tormoz bosdik, haydasib chiqayotgan vaqtda oldimizda piyoda yo'l keldik yana. Piyoda olgan o'ng so'l kuzatib yangi tormoz. Mishadima hamda mishken chaqsiqdan chiqib olgan qarimsanlar burun qarimsan tasdiqlab qoldi chiqishcha. Mayl chirpog'andan keldim, men azroq may berib, anjiyimning tubiga chiqib shunqot qilyapmiz. Endi vallahi shu oldimizda maktablarni hech qanday turi yo'q. Navbatchilik biz kelishda mush xotmashlatni yantarib yo'q qilmay qolgan bo'lsak, misha xotmashlat qilgansanlar to'liq sharoit bor. Yan to'xtash bo'g'alikda xotmashlatni xalqa qilamiz. Eng vaqt chiqroq yerda vaqt bo'sh yerda boldiq qilib olamiz. Shu jeng kontrakaga boshlab sürekli qatqamiz. Meyakanda cho'qim 30 chimaymiz vallahi. 30 qilib biz turmizlab 25 tushib kelmez. Meyada 30 ga pasak maktablarni yuqori surat 30 olganlik uchun. Taqdir uzdim va amaliyotda. Endamiz piyoda o'tganda biz turmizga. Bekda qatqamizda buyruq tushmagan mo'yinda qatqayamisha 10 soat kuzatdik. Qavval turmiz bosdik, keyin maybe olamiz. Nurg'un bolalar turmizda sabya turkanslar butonmay ta'tib etmay. Tormozda kendi may besamsan sonra çoxum çıktı. Alayda qatqalanlar tormozda satqanda. Endi oldimiz kontrollab qolsa o'ng burilish neymiş joyucudan aldı kendi shu yo'lga. Onun için yapıldı. Oldiy taraf yo'l eg'izda o'ngga burilib. Shu ziyatdan 20 da kap qolmasa tormozda sinadi bir sa'm bo'ldi. 25 30 da kap qolsa tormozda 20 tushirib alasizlar. Endi oldimizda yana piyoda yo'l keldi. Onun sonu kızdık mıydı motor kilatkan bolsa, piyoda yo'ldan oldi chiqarsizlar bolamayadi. Tuğançamızdan lam o'xshash qo'ltirni tartib qotdan chiqarib bexatar bo'lgan ekan chiqsizlar. Navbatga motor bo'lmay qolsa, motor yo'lda to'xtaysizlar. Motor olib qolsa, motor yo'l chimay piyoda yo'ldan oldi mishat chiqarsizlar. Ma piyoda yo'ldan to'xtab qolsangiz bizning tartibda ish qatnashni ehtimol asosan chiqsizlar. Ya chiqqan mashina keyin cho'qim yenib keldi, sizlar intilsharga keltirib qolsizlar. Keyin ketsa 10 numar turaldi. 20 sonda eshib ketib qolsa, yangicha yana 10 numar turaldi. Ben chiqqanda qiypashroq chiqsizlar borib tik chiqib olmagan. Yani tıraş çıkanda ama siz tutsan bulan oran patisler ve kosap çıktı çıkan ortadan yetilmez. Bizden yetmeye kalsa yan bir tür varsa anlam bolda meyadın çıkışı. Hem de qaril boğanlıklarım 20 notifiga çıkıp pişen kotkada yetilmez. Pişen ep bulapla tüzlense iş tüçüp kaldı meyad valla. Tüzlen baldırak çırp alıslar. Tuzlaniye boyunca mığış. Ama kayam kesse öz anlamış roldu tuyğunu yok kılıp manslar balamanıka. Kaygan koymaymaz. Bütün rostlik mamaz. Tuzlaniye boyunca mığışni oyoqlashtirish. Kesse 10 qılan azraq 2 cm tatib qo'ydi, sol kes 90 azraq 2 cm tatib qo'ydi. Başta manganda qo'ymaydi valla. Güzel miyada. Muvofiq o'rinni tanlab mashinani qaydirib. Soldan burishini yoqdik, jigimga tushirib ishga qo'yib elbatdik. Ishga qo'yib shu sol taraf tasdiqsak, yaqinroq yo'nalishlar ma'lum sol tarafdan qaytirishimiz kerak, boyda urishmaymiz. Endi oldimizda mashina kelayotgan bo'lsa, misha to'xtaymiz. Turib yo'lni qaytirish yo'l bexatar bo'lgandan keyin uning yog'i ankiza qaytirsak bo'ldi. Yo'l bexatar bo'ldi. Men qo'saldik. Shu birinchi boshlab to'xtasak, shu birinchi qat qarilib ishga qo'ysanlar bo'ldi valla. Yardım çoxum ishga qo'yqalasizlar. Mayli to'xtamay, ma'lum bekatga cho'qim ishga qo'yib kerak tormozga. Shundarakdan 10 soat kuzatib yangi qog'oz tormozda bo'lib, hamda 20 minutga chiqib ishni qo'yib Fishon qilib bo'lgandan keyin biz oldimiz nimishat qo'ygan uchish va uchish uchun hamda keyinimizda qatnash ko'proq turida. Ko'proq bo'lgan ekan, hozir ishga qo'yib tushiramiz. Ishga qo'yib tushiramiz, mayli qatnash ko'p bo'lgan ekan biz osti qo'yib qilsak, uchishni yaxshi chiroyli qila olamiz. Yo'llam qaysam 10 taraf qaysam, sen mashina ko'pkan, ona chiroyli yaqlasak biz 310 taraf qilgan ekan, makinamizni kelgan mashina bizning yo'l berishimiz, biz yo'l berish paytlab Uchirsiz. Tormoz, onu qardoq. Ona taraf bo'ylab 30 santa keltirib 10 sekund ma'notimiz. Uchirsiz oyoqlashdi. Ayollaşda yana aşırı bilan pishon qilib yana o'ttirmamiz. Oldimiz qantirlab qolsa yana to'xtash. Mashinani yonda to'xtating.
10 chiroq yiqib 20 ga tushib 2 minut qilib motor yo'l qaylaymiz. Chiroq yiqib ham chiqmaymiz, unda bexatarmi deb chiqamiz. 10 chiroq yiqib qo'ysam, hozir mashina yo'l beradi. Chiqib yo'l bermay qatnashda oldirmay o'tiramiz. Ama yo'l chirib qo'ygandan keyin yan to'xtash tayyorlik qilamiz. Yan to'xtashda hamda yan o'tishda buyruq tushgandan keyin sizlar lehajda san bo'ladi. Azroq qisib turimizni qisib asta-asta keltiramiz bolalar. Asta-asta nuqtamiz kelgandan keyin kichik bo'lib keltiramiz. Oldi keyin rahat kelgandan keyin ankirsa vallahi shu 30 santim hozir kelgandan keyin birinchilab qo'yishimiz oldirib aniq qo'yiramiz. Birinchi qo'yishimiz chiroq o'chib qoldi hozir. Chiganga cho'qib o'chdi bu. O'chib qoldi ya. Bu mashina o'chib qoldi ekan, tamom o'chmaydi ekan. Mashq mashinasi o'chmaydi ekan, tamom o'chdi degan gapni o'ylashmadi. Islom tepag'an bana yangi va. Cho'qim urib qaragan ekan, har qanday mashina o'chida. Onun uchun yoqimiz. Yiqib 1 2 3 4 5 sekund o'tkazamiz ha. O'tkazib uni birinchilab qo'ltirimizni tatdiq, ikkinchilab qotdan chiqardik. Uchinchilab o'tni chadik. Anka putimizni endi qo'yib birimiz. Putimizni endi qo'yib o'timiz ha. Ankaza tasmin bo'shatdik, sol taraf qaylab bexatar bo'lgandan keyin ishni qo'labmishda ochamiz. Ichib 30 santimgacha kontrol etib, ishni yopdik. Yopib o'tib natijani anglaymiz. Natijamiz layoqatli bo'ldi. İmtihan markaziga berib, natijangizni bostirib chiqing. Mashinadan tushganda sol orqa tarafdan kelgan mashinaga diqqat qiling. Mana mushta insanlar viznomorlik ma'nosi layoqati chuqur bo'la olasizlar. Aslinki bayatdan qolib uchoq chiroq urib qo'ysam nurg'un bolalar hamda uvmaymiz-la. Bu yerda chiroq ursaqmi bo'ldi? Uvmasaqmi bo'ldi? Buni biz chuqur talab qilmaymiz, lekin mashina chiqib qolsa urib qo'ysanglar, rul 10 qarigan keyin 14 mashina hamda yo'l berishga foydali. Chiroq urganda cho'qim buyruq tushgan emas, buyruqda 15 minut ursangiz bo'ldi, buyruq tushgan bo'lsangiz bo'lmaydi. Mushta ham tushunarsangiz bo'ldi. Mushta davomli imtihon chirishlarni qayt ko'rib chiqsanglar, mushta yo'l taqabul turish kuchinglar, yo'lni o'tib tushanchangiz yuqori bo'ldi, o'tishingiz yuqori bo'ldi. 3-chi o'rgatim o'lcham sistem imtihon o'rgansan bo'ldi. Shoplik maktab imtihon o'rgangan yerdagi maktab tizimlaridan bo'ldi deganlar Qashqar shahriga bo'lgan oldin talashan olaymiz. Davomli aloqalasanglar imtihon o'zida o'tyapmiz. 3-chi o'rgatim bo'ldi, davomli aloqa qilishinglar. Meşhurlar normallardır. Meşhurlarni boshqa taqib qo'ygach ko'rsanglar, chuqur paylik qo'yalaysizlar. Bu da haqiqatan men birinchi yo'lni tepsiga ko'rish so'zlab biray. Shuning uchun qetib olsanglar, sizlar qitimliq film chiqqanini oldin ko'ra olasizlar.